dengiz tubidagi noyob san'at olami. Karib dengizi hududidagi eng g'aroyib va noyob madaniy maskanlardan biri bu suv ostidagi muzey hisoblanadi. Ushbu muzey Meksikaning Cancun va Isla Mujeres orollari yaqinidagi suv ostida joylashgan bo'lib, dunyodagi eng mashhur suv osti muzeylaridan biridir. Muzey 2009-yilda tashkil etilgan. Uning yaratilishidan asosiy maqsad dengiz ekotizimini himoya qilish va marjon riflariga tushayotgan bosimni kamaytirish edi. Sayyohlar tabiiy riflarga zarar yetkazmasligi uchun suv ostida maxsus san'at galereyasi barpo etilgan. Suv osti muzeyi g'oyasi oddiy muzeylardan mutlaqo farq qiladi. Bu yerda eksponatlar suv ostida joylashtirilgan bo'lib, ular vaqt o'tishi bilan dengiz hayoti bilan uyg'unlashib ketadi. Haykallar yuzasida marjonlar, suv o'tlari va mayda dengiz organizmlari paydo bo'lib, san'at va tabiat o'rtasida noyob uyg'unlik yuzaga keladi. Muzeyda 500 dan ortiq haykallar bor. Ularning katta qismi britaniyalik haykaltarosh Jason de Keyris Taylor tomonidan yaratilgan. Haykallar ekologik xavfsiz materiallardan tayyorlangan bo'lib, dengiz hayotiga zarar yetkazmaydi. Eksponatlar orasida oddiy insonlar tasviri, bolalar haykallari, avtomobillar, uylar, turli ramziy kompozitsiyalar uchraydi. Bu asarlar insoniyat, tabiat va ekologiya o'rtasidagi munosabatlarni ifodalaydi. Muzeyni tomosha qilishning bir necha usuli mavjud. Mehmonlar akvalang bilan sho'ng'ib, snorkeling orqali maxsus shaffof tubli qayiqlarda haykallarni ko'rishlari mumkin. Suv ostidagi jimjit muhit va haykallarning sirli ko'rinishi tashrif buyuruvchilarda unutilmas taassurot qoldiradi. Karib dengizi suv osti muzeyi ekologik loyiha sifatida ham juda muhimdir. Haykallar sun'iy rif vazifasini bajarib, baliqlar va boshqa dengiz jonzotlari uchun yashash muhitini yaratadi. Shu tariqa muzey nafaqat san'at markazi, balki dengiz biologiyasini qo'llab-quvvatlovchi loyiha ham hisoblanadi. Bugungi kunda suv osti muzeyi Karib dengizining eng mashhur sayyohlik maskanlaridan biri bo'lib, har yili minglab sayyohlar va g'avvoslarni o'ziga jalb qiladi. Xulosa qilib aytganda, Karib dengizi suv osti muzeyi bu san'at, tabiat va ekologiyaning noyob uyg'unligidir. U inson ijodi bilan dengiz hayotini birlashtirib, tashrif buyuruvchilarga suv ostidagi betakror va sehrli olamni kashf etish imkonini beradi.